Jacob Arabo, asl ismi Yoqub Aravov bo'lgan tadbirkor 1965-yil 3-iyun kuni Toshkent shahrida Buxoro yahudiylaridan bo'lgan oilada tug'ilgan. Bugun Arabov xalqaro hashamat olamida afsonaga aylangan. U faqat zargar emas, u o'z qo'li bilan lyuks tushunchasining yangi mezonini yaratgan inson. U yaratgan Jacob & Co bugun dunyoning eng boy odamlari, siyosatchilari, sport yulduzlari va san'atkorlari orasida nufuz, kuch va maqom belgisi sifatida tanilgan. Uning otasi tikuvchi, onasi esa oddiy ishchi bo'lgan. Ammo oilada hunar qadrlanar, qo'l mehnat orqali naf topish shiori ustuvor edi. Yosh Yoqub Aravovning soatlarga va bezaklarga bo'lgan qiziqishi 13 yoshda otasidan sovg'a sifatida olingan World Time soat orqali boshlangan. Shu paytdan boshlab u metall, tosh va dizayn uyg'unligiga hayrat bilan qaray boshladi. 1979-yilda u 14 yosh paytida Aravovlar oilasi AQShga, Nyu-Yorkka ko'chib o'tdi. Bu yangi bosqich edi. Til bilmaslik, yangi muhit, moliyaviy qiyinchiliklar. Ammo Yoqub Aravov bu sharoitda ham orzusidan voz kechmadi. 16 yoshli maktabni tark etib, oqshomda Nyu-Yorkdagi Jewelry Design Institute kursida tahsil oldi. Kunduzlari ishlab, kecha zargarlik dizaynlarini yaratgan Aravov haftasiga atiga $125 ishlab topgan paytlarda ham o'z ishini mukammallik bilan bajarishga intilgan. 1986-yilda atiga 21 yoshda Diamond Quasar nomli kichik ustaxona ochdi. Bu ustaxona keyinchalik Jacob & Co brendiga aylandi. Dastlabki yillarda u asosan mahalliy xaridorlarga xizmat ko'rsatgan. Ammo 1990-yillar kelib uning dizaynlari Nyu-Yorkdagi mashhur san'atkorlar orasida tez tarqala boshladi. Jay-Z, 50 Cent, Nelly, Missy Elliott va boshqa o'nlab yirik yulduzlar uning doimiy mijozlariga aylandi. Aynan shu davrda unga Jacob's Jeweler laqabi berildi. Jacob & Co tez orada nafaqat hip-hop olami, balki hashamatli biznes doiralarida ham markazga aylandi. 1999-yilda u Nyu-Yorkning eng boy hududlaridan biri 57 Street'da o'zining rasmiy butikini ochdi. Bu joy millionerlar ko'chasi deb ataladi va Jacob o'sha yerda eng yosh zargar sifatida tarixga kirdi. U yaratgan har bir zargarlik buyumi nafaqat nafis, balki texnik jihatdan murakkab, estetik jihatdan esa hashamat ramzini bildirib turishi bilan ajralib turadi. 2000-yillarning boshida Arabov soatsozlikka ham kirib keldi. Uning 5 Time Zone kolleksiyasi birdaniga xalqaro shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu soat bir vaqtning o'zida 5 xil mintaqa vaqtini ko'rsatar, rang-barang dizayni bilan o'z davrida ilg'or texnologiyani hashamat bilan uyg'unlashtirgan edi. Keyinchalik Astronomia, Epic SF24, Bugatti Tourbillon, Twin Turbo Furious kabi murakkab mexanik soatlar yaratildi. Ularning narxi 500 mingdan 2 million AQSh dollarigacha baholanadi. Jacob & Co kompaniyasining soatlari bugun dunyodagi eng boy kishilar bilagida. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Drake, Kanye West, Floyd Mayweather, Roman Abramovich kabi shaxslar Jacob & Co mahsulotlarini taqib yurishadi. Hattoki 2023-yilda kompaniya Billionaire Timeless Treasure nomli soatini taqdim etdi. Bu soat 216.9 karat sarg'ish olmoslardan yasalgan bo'lib, qiymati 20 million AQSh dollarini tashkil etgan. Jacob Aravovning hozirgi boyligi turlicha ko'rsatiladi. Forbes uning brendining qiymatini 200 million dollardan ortiq deb baholagan. Ayrim moliyaviy sharhlovchilar esa uning shaxsiy aktivlarini 300 yoki 400 million dollarga teng deb baholashadi. Ammo Aravovning o'zi bu raqamlarga e'tibor bermaydi. U uchun haqiqiy boylik o'z mehnati bilan yaratgan nufuz va ishonch hisoblanadi.